Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'urlar qanday bo'linglar, yaxshimisiz? Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar, Amerikadagi Uyg'urlar, Turkiyadagi Uyg'urlar ahvolinglar yaxshimi? Qisqagina bir qancha so'z qilaman. So'zimni anglab inshaalloh agar qilgan so'zimda bir xatolik bo'lsa, do'stona fikr berishinglarni umid qilaman. Agar qilgan so'zimda bir yolg'on bo'lsa, inkor qilishinglarni umid qilaman. Agar qilgan so'zim mazlum, bechora, çaresiz qolgan Uyg'urlarga foydaliq bo'lsa, bir hambakrlab qo'yishinglarni va yordam qilishinglarni umid qilaman, aziz qarindoshlar. Endi bu o'zinglar bilasizlar, Turkiyadagi Uyg'urlarning soni muhojiratda eng cho'ng, eng jiq. Bugun muhojiratda agar biz vatandagi Uyg'urlardan bir ish chiqib bo'lguncha biz muhojiratdagi Uyg'urlar tayyor turishimiz kerak. Kelajak 5-10 yilda Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun, davolimizning sog'lomligi uchun, keyingi bizning bayroqlarimizni ko'tarib oladigan insonlar uchun Turkiya intayin muhim. Turkiyadagi Uyg'urlarimiz intayin muhim. Buning ichida hamda qarindoshlar intayin boy qo'lidan ish keladigan odamlar bor. Hamda qo'lidan ish keladigan demak deyishimlik maqsad pul so'g'andan keyin yo'li bo'ldi har qanday bir yerda. Agar xohlasanglar, bunda bir gap deyman. Turkiyada hozir masalan Suriye'ye avatilgan Uyg'urlarning ichida shu Turkiyadagi ba'zi dernek tashkilotlarninki, shaxslarninki quli bormi yo'qmi, mas'uliyati bormi yo'qmi desa, Quzat Patochi desanglar, bundan javob olmaydi. Mas'uliyati bormi yo'qmi? Buni surishtirish kerak. 30 ming Uyg'ur, 30 mingga yaqin Uyg'ur Suriyada chiqartildi. Mana bir Turkiyadan Suriyaning o'zining bir bal telefon qilib, 8 ming Uyg'ur o'ldi dedi. Hammasi Türk pasport bilan chiqilgan ekanligini so'z dedi hamdi. Bu Türk pasportlarını kim verdi? Yağan özü basmaqanda bisib aldımı? Ya bir yanın yardım bilen aldımı? Bunun işide kimden mesuliyeti var? 8 bin adam ölüptü o şeyden mesela. Hazır Kürtlerin kıldığı bir muç Uygurlar var. Bunun kimden mesuliyeti var? Hazır şu mesuliyeti var insanlar Türkiye'de nemiş kılıvatıdı? Bu intayin muyum? Yıllardan beri Xitay Kompartiyası Uygurlarını terörist göz çıktırıştı. Hazır bana şu Suriye'ye evetilgen Uygurlar Arapça nakşılarınki aslında tağını taşını bombalap video ishlab Xitoyga avatib turibdi. Xitoylar Uyg'urlar terrorist deb. Hatto Viktor Xometeylik bir Xitoy va Xitoyning so'zchisi. Men BBC'da shuning bilan munozir qilgan vaqtimda Suriyadagi Uyg'urlar terrorist, shunga biz Uyg'urlarni bostiramiz deb shunda javob bergan menga. Demak, bu Xitoylar Suriyadagi Uyg'urlarni bani qilib, ham vatanda bostirish olib bo'lyapti, ham dunyoga bizni qarlayapti qarindoshlar. Buningga mas'uliyat bormi yo'qmi? Bu bir. Ikkinchisi, shu yo'ldoshlari erlari o'lib ketgan ayollarni muta qilib elib, muta deganini bilmaydiganlar bo'lsak, aziz qarindoshlar, muta degan fohishvozlik. Attiganda xotinlik qilib, kashlikka qo'yitidigan, attiganda nikoh o'qib, ishini tugitib qo'yitidigan ish. Turkiyada muta bormi yo'qmi desa, voy quzat sen patochdan deb tursangiz, bu ahmaydi aziz qarindoshlar. Bu ikki. Turkiyada vatandaşlığını pul bilan setib olgan ishlar bormi yo'qmi desa, voy quzat sen patochdan desa, buning javobi bo'lmaydi. Bu 3. Pulus bala alaydigan, pulus yo'qlar alanmaydigan, ko'ziga sat ko'rinib qolsa turmalarga kiritadigan ishlar bormi yo'qmi? Ashada bir shaxsga, ikki shaxsga podaqchilik qilmasa kun ko'rolmaydigan ishlar bormi yo'qmi? Muşunun hammasi bizning uchun intayin muhim aziz qarindoshlar. Shunga bunday ish. Sizlar agar Yevropaga chiqayotgan Uyg'urlar bor Turkiyadan, biladigan ishlaring bo'lsa, masalan men bir bilan paranlashsam, meni shu palanchi gap qilib bilan meni so'lga uzatgan Silveriga, andan keyin shu yerda bekanlikka yetib chiqdim, shunga men qichib chiqdim degan insonlar bor. Turkiyada shu jafolarni ko'rib, shuningga shohid bo'lib, haqsizliklarga, haramlıqlarga şahit bulup siz Yevropaga sağ-salamat chiqib olgandan keyin o'zingizning bexatarligidan ansirmasangiz bo'ladi. Agar qo'lingizda isbotlar bo'lsa, buni o'ttirib chiqaring. Chunki kasalni yushasan, o'lim oshkor edigan bir gap bor. Biz aramizda agar men Amerika Uyg'ur birlashmasi bo'lishibdim bilan Quzat Altay xiyonat qilgan bo'lsam, mishada huquqimdan foydalanib pul topgan bo'lsam, millatning davosini setib pul topgan bo'lsam, meni rasvoyimni chiqarib o'tinglar. Meni bu yerda butun dunyoda agar biz Uyg'urlarning ichiga mushundaq chiriklikni biz tugatmasak, vatanda Go'nsangdan ben söylep vatanda Uyg'urlarni setib Turkiyaga berib, Aq Parti Xudo emas, Aq Parti payg'ambar emas, Aq Parti Alloh emas. Ular to'g'rilik o'tkazdi, to'g'ri o'tkazsa, eyvallah kardeşim, Allah razı olsun, rahmat deb rahmat aytamiz. Xatolik o'tkazsa, ularga agar xatoligini to'smasak, Uyg'urlarni mana avatadigan ishlar Turkiyadan bor. Buni hech kim inkor qilmaydi. Bu intayin muhim ishlar aziz qarindoshlarimiz. Turkiyada shu g'ariban, pulus yo'q, qog'oz yo'q. Bunun pişkat kaçan beni
saqchilar tutib, yabancılar şöpsiga apırıp edip, yürüge tir titrep, ya çalışma, işleş kağıt yok, işleyemayotgan qarindoshlarimizningki haq hurmat uchun aziz qarindoshlarım Türkiye'nin saq salamat boshqa yerlarga ketgan bolalar bo'lsa, menga xat yozib, qo'linglarda bor gaplarni deyishib, menda bir meni yolg'iz tashlab qo'ymanglar. Sizlar bilasizlar bu ishlarning borlig'ini. Qo'linglarda uchurlar bo'lsa, chiqarib yozinglar aziz qarindoshlar. Bu yerda mening bir hech kim bilan shaxsiy adovatim yo'q, hech kim bilan bir narsa deyishib qolganim yo'q. Haqsizlikqa men chidamayman. Huyum tutudi o'yliqinda yugosh odamni, bichora odamlarni, mushundaq puli yo'q odamlarni bo'zaq qilganlarni ko'rsam, gilni siqib tam ustagim keldi. Shunga bir ikki barmoqni patruitay deb chiqdim miyaga. Mani ham bakirlab qo'yib, qo'linglarda isbotlab olsa, taqitib, Türkiye'de ikiçaksız kalan Uygurlarımızga azraq bo'lsin nafas olib qo'yinglar, chunki Türkiye'dekilar gap qilolmaydi. Gap qilsa ya turmaga kirdi, ya qilmasa ularni patoj deb yog'ini chiqishib turmaga solg'izib yutdi, bir mo'sh jafo tatdi. Ya vatandaşlık chiqmaydi, ular gap qilolmaydi. Ammo sizlar saq salomat dunyoning boshqa yeriga chiqib qilgan bo'lsanglar, o'liqi dapdan yiflam o'tib ketmanglar aziz qarindoshlarim. Mushunda vaqtda sizlar gap qilmasanglar, vatanda bizdan masalan dunyoda guvohlik qilmagan bo'lsak, vatandagi Uyg'urlarning kuni tegim eg'ir bo'ldi. Turkiyadagi mi hozir shunchalik eg'irlik yetdiki, u yerdagi haqsizliklar hozir Turkiyaning saq salomat dunyoning boshqa yeriga chiqib olgan Uyg'urlarningki, xuddi vatandagi Uyg'urlar zulmga uchraganda guvohlik berganga o'xshash Turkiyadan chiqqan Uyg'urlarmi guvohlik beradigan darajaga yetdi hozir. Pichoq so'nga ketdi, bo'ldi yetdi hamda. Nima satsa qasing millatni. Shunga hamda men agar xato qilgan bo'lsam, men o'g'irlagan bo'lsam, men Amerika Uyg'ur birlashmasida palonchiga green card chiqarib berma deb $200 pulni olib tangazab yegan bo'lsam, rasvarini chiqaringlar. Lekin boshqalar shunday qilgan bo'lsa, boshqalar o'zining huquqidan foydalanib, mishada nafsiga cho'qtatgan bo'lsa, buni o'tirg'i chiqarmasak aziz qarindoshlar, biz elg'o davlat qurishgan, men ne chiqdim dedim. Sen shansni mazaq qilmayman aziz qarindoshlar. İçimizdeki xato ish qilgan, xato ishlarda aş o'rindiqda maqomlarda o'tirilib Uyg'urlarning beshiga mindigan odamlarni biz o'zimizning ishidan boshlab tozalab qilmasak, bizga xili mustaqil bo'lganga yo'l uzoq aziz qarindoshlar. Agar biz mushundaq Turkiyaga o'xshash, Amerikaga o'xshash, Avstraliyaga o'xshash mushundaq davlatlardagi Uyg'urlarni haqqi va qonuniyatning ustida tarbiyalab yetishtirib, haq so'z qilgan vaqtida vatanga bitki Uyg'urlar yaqin bo'lsa, o'zining ichidagi Uyg'urlar haqsizlik uchirgan vaqtida maydisini urib chiqaradigan tarbiyalab yetishtirmasa aziz qarindoshlar, nima bo'ladi? Bizning bu davarimizni ap mang'ilgan, tushmadigan odam qolmaydi aziz qarindoshlar. Shunga Yevropaga saqlanib chiqib olgan qarindoshlarimlar, men haq gap qildim, azaldan qo'rqmayman, hech kimdan qo'rqmayman, bir Allohdan qo'rqaman. Qanday gap bo'lsa yuzimni tushiritamsizlar, yoki bu saylab tushiritamsizlar, o'mi xiyolimda yo'q. Hech kimdan qo'rqmayman, haq gap qilaman. Sizlarmi meni haqda gap qilishda tashlab qo'ymanglar, ham bakirlanglar, aziz qarindoshlarim. O'zinglar beshinglarni o'tkazgan ishlaringlar bo'lsa, birasiga xo'shamat qilib, yoki bo'lsa rushvat berib, yoki bo'lsa pora berib, ishlaringlarni aqtirolmagan bo'lsanglar, yoki bo'lsa ashundoq mutoshtirib ekan, masalan, ab qo'yib o'tib, u bu qilib mushundoq qilgan. Ashishning hammani inshaalloh o'tirg'i chiqaringlar, chunki mushundoq qilmasak, Uyg'urlarni bozaq qildi bular. Tugun bunda qarindoshlar, eng muhimi nima degan vaqtida Türkiye hükümeti Uyg'urlarga yaxshilik qildi, bunga rahmat. Lekin biz agar voy mushundaq gonsandan vansoy deb shu hukumatga podaqchilikdan qilsak, mayaqdan azroq Uyg'urga vatandosh qo'yib, oyoqdan oqishdan Uyg'urlarni abat berishni yanmaydi. Shunga biz mushundaq Uyg'urlar o'zimizning manfaatini o'zimiz qo'g'diyalasak, haqsizlik bo'lgan vaqtida bir pichoqni sanjisi voyjon deyalasangiz, anandagi ikkinchi pichoq sanjamaydi haq. O sancısımı voy alileri sildek isil adam yok. Voy AK Parti'dek isil partiye yok dünyada. Bu yat podakçılık kılsanız şu Uygurlarını satıdı şu. Kimge ziyan? Uygur ziyan. Uygur'u yan bilsen hiç kimge yan basman. Podakçılık kılman. Yalakçılık kılman. Özünüzden milletini satman. Bir dal sunak verip koy şunu yıkacap yatman mengü. Yakımı sunak ben berey şunu yıkacap yatman milletini satman. Aziz qarindoshlarım. Cümeronlar mübarek olsun. Qilish bilan chiqmadim, lekin men haq gap bilan chiqdim sahnaga. Inshaalloh ham bakirlar taqib qo'yinglar maqam. Maqam sallallohu alayhi. Men xabar saqlayman sizlardan.